ikkita narsa bor. Birinchisi aniq, ikkinchisi noaniq. Birinchi aniq bo'lgan narsa shuki, har bitta katta odam bir paytlar yosh bo'lgan. Va ikkinchi noaniq bo'lgan narsa shuki, har bitta maktabda o'qigan bola, o'spirin bola o'zini sinfdoshlari ichidan biror bir qizni yoki parallelda o'qib yurgan biror bir qizni pinhona yoki oshkora yoqtirgan yoki yaxshi ko'rgan bo'lishligi mumkin. Bugungi animemiz dengiz to'lqinlari deb nomlanadi yoki Ocean Waves deydimi inglizchada. Okean to'lqinlari bo'ladi 1993-yildagi. Yaponskiy mentalitetga mo'ljallangan bu anime o'zbekcha maktabdagi podrastkoviy voqealariga o'xshab ketadimi? Ba'zi bir holatlari o'xshab ketadi, ba'zi bir holatlari o'xshamaydi, lekin aksariyat yaponskiy stilda qilingan. Anime o'zini sveta korreksiyasi bilan, ya'ni rang-barangligi bilan boshqa animelardan ancha ajralib turadi, chunki Ghibli studiyasida qilingan, tayyorlangan. Rangni personajlarda kiyintirishligi, ya'ni shunaqangi tanlanganki, vashi lol qolish kerak, ranglarni yirtib yuborgan berishdi. Vashi qoyil qolmaslikda iloji yo'q. Ba'zi odam qoyil qoladi. Ayniqsa aeroportda turgandagi. Men endi ba'zi bir narsalar aytyapman, juda mayda narsalar, lekin men o'zim 3D bilan yoki video montaj yoki shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullanganligim uchun men bu animeni kattalarga, ya'ni kattalar animesini 3-qismiga qo'yishga qaror qildim. Javobi shu boshida aytib o'tganimdek, har bitta katta kishi bir paytlar podrastkoviy yoshda bo'lgan biror bir qizni yoqtirgan bo'lishligi mumkin. Shuni taxmin qilib aytdim. Anime ko'rsa bo'ladimi? Ko'rsa bo'ladi. Вообще chotki anime. Ya'ni ichida tabiiyki action, otishma, shunga o'xshagan narsalar yo'q. O'tirib bemalol dam olgan paytda ko'riladigan anime. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.